Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Pep Guardiola futbolchilarning holatiga qarab klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga olib ketamiz. Va shu haqda batafsil Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola jamoasining 15-iyundan 13-iyulgacha AQShda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishini sharaf deb atadi. Bu haqda Marca nashriga tayanib chempionat xabar berdi. Biz uchun juda katta sharaf. Bu shuni anglatadiki, o'tgan mavsum biz Chempionlar Ligasi va Olimpiadada juda yaxshi o'yin ko'rsatdik va shu bois mazkur turnirda ishtirok etmoqdamiz. Bu yangi musobaqa va men unda ishtirok etishni intiqlik bilan kutyapman. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatini yutish uchun harakat qilamiz, lekin yana 31 ta klub bor. Ularning har biri g'oliblik uchun intiladi. Joriy mavsum yakunlarini kutamiz. Futbolchilarning holatiga qarab AQShga kimlarni olib ketish bo'yicha qaror qabul qilamiz, dedi Guardiola. Angliya Premier Ligasining 2024-25 mavsumi 37-turiga yakunlariga ko'ra Manchester City musobaqa jadvalida 3-o'rinni egallab turibdi. Agar shaharliklar navbatdagi turnirda ham g'alaba qozonsa, keyingi mavsum Chempionlar Ligasiga yo'llanmasini naqd qiladi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.